Bozorda atir sotadigan bir sotuvchining yoniga bordi. Atir olayotganida sotuvchi unga dedi: "Nima uchun kelding?" "Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ko'rish uchun keldim" dedi. "Xo'p, unda nega atir olyapsan?" deb so'radi. "Men tuya cho'poniman. Usti boshimdan tuyaning hidlari keladi. Payg'ambarimizga bu hid bilan ozor bermay deb atir olishga keldim." Sotuvchi aytdiki: "Rostdan ham u kishini ko'rishni xohlaysanmi?" Ko'zlari yoshlanib, "Ha" dedi. "Unday bo'lsa qara, shundoqqina orqangda turibdilar." U odam bozorda Allohning rasuli bilan orqama-orqa turgan edi. Orqaga burilganida unga tabassum qilgan koinotning eng go'zal yuzli, gul yuzli ila qarshilashdi. Ammo tuya cho'poni shunaqangi hayajonlandiki, lablari qaltirab so'zlasha olmadi. Payg'ambarimiz alayhisalom uning bu hayajonini ko'rgandan keyin qo'llaridan tutib, "Uskut ya ahi" dedi. "Tinchlan ey birodarim, men Makkada quruq non yegan Ominaning o'g'liman" dedilar. Ularning o'zlariga shuncha asrlar o'tsa hamki, oshiq qiladigan tavozi ila biz u kishini ko'zlar bilan ko'rmadik, biz u kishini ko'rmasdan sevdik.